Biz baştaki leksiyemizde nime dedik? 11. ayının 29. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi Xi Jinping Argentina'da söhbetleşidi. Yığın mezgilde söhbetleşidi dedik. Enlikte bu mavzuga dikkat kılan hürmetli vatandaş. Mavzu mundaq. Aksaray İqtisad Maslahatçisi Larry Kudlow Jungo Amerika bilan elib berilgan savdo söhbetida Amerika o'ttirib qo'ygan har qanday talablarga aktiv javob qaytarmadi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 10 ayning 19 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning yuqori darajali iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow Amerika Jungo savdo suhbatida Jungo bir qadam yo'l qo'ymadi deb ko'rsatdi. Hamda tamoyil beji vositasidan voz kechmay Jungoni yo'l qo'yishga majburlaydiganligidan bishorat berdi. Larry Kudlowning bu obzori Amerika Jungo ikki davlatning yaqinda echiladigan 20 davlat guruhi yig'inida savdo suhbati kelishimi imzolash to'g'risidagi faraz va qiyoslarning o'ramini tuvallatib o'tdi. Jungoliklar adil savdo qilmaydigan kishilardir. Ular jungoliklar qonunsiz savdogarlardir. Ular bizning aqli mulk huquqlarimizni o'g'irladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Iqtisod komitetining mudiri Larry Kudlow haftaning 4-kuni Detroit shahrida iqtisod klubida mundaq ko'rsatdi. Jungo bizning har qanday talablarimizga aktiv javob qaytarmadi. Kudlow yana mundaq ko'rsatdi. Amerika dunyo bo'yicha eng ilg'or texnikaga ega. Texnika bizning iqtisodimizning to'rigi. Jungo bu pallaga hargiz yetisholmaydi. Shunga Jungo texnika o'g'irlaydi. Bunda qilishga biz endi yo'l qo'ymaymiz. Larry Kudlow yuqorqi bayonotini e'lon qilgan bir mezgilda Aqsarayning iqtisod komitetining mudiri, iqtisod maslahatchisi prezidentning Larry Kudlow yuqorqi bayonotini e'lon qilgan bir mezgilda Amerika allaqachon 200 milliard 500 million dollarlik Jungo tovarlarga boj qo'yish siyosatini yo'lga qo'ygan. Hamda boj qo'yishning ko'lamini, darajasini texmi kengaytiradigan va yuqori ko'taradiganligi to'g'risida tahdid solgan edi. Amerika boj qo'yish orqali qizil raqamni ozaytirishni umid qiladi. Hamda boj qo'yish orqali Jungoni aqliy mulk huquqi bozorga kirish, hukumatning qo'shimcha yordam puli sohalardagi adolatsiz qiliqlarni o'zgartirishga majburlaydi. Larry Kudlow Jungoga tamoyil beji orqali davomli besim soladiganligidan, besim ishlatadiganligidan bishorat berdi. Prezident Trump biz boj qo'yishni suhbat taktikasining bir qismiga aylantirdik degan edi. Prezident Trump o'zgarishi kerak bo'lgan masala bo'yicha Jungoni tanqidlashdan hargiz voz kechmaydi. Larry Kudlow, iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow mundaq ko'rsatdi. Amerika iqtisodi Jungo iqtisodidan kuchli. Xalq puli kursining qimmatining tushganligi mablag' solg'uvchilarning Jungo iqtisodiga ishonchini yo'qotganligining bishoratidir. Mushu haftadan boshlab jumladan Larry Kudlowni o'z ichiga olgan prezident Trump hukumati yuqori darajali amaldorlarining so'zlagan so'zlarida Amerika Jungo yaqinda savdo kelishimi imzolaydigan umidning o'rami tuvallab ketdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari William Ross, Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministerligining ministri William nima? Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministerligining ministri William Ross haftaning 3 kuni NBC televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Amerika Jongo savdo suhbati go'yo to'xtab qoldi. Har qanday suhbatni o'rlash va pasayish bo'ladi. Bo'shliq bo'ladi. Texmi jonlanish paytlari bo'ladi. Shuning uchun hozir qaraganda biz savdo suhbati uzilib qolish holatida turibotidi deb qaraymiz. Shuni biz hozir savdo suhbati uzilib qolish holatida turibotidi deb qaraymiz. Tashqi dunyoda Amerika Jongo savdo suhbatiga ko'ngil bo'lganlarga qarata Jongoning bayonotchisi Lukan 16 kuni mundaq ko'rsatdi. Jongo Amerika izchil turda har darajalik suhbat va dialog elib beryapti. Bu balki diplomatik so'z ibora bo'lsa kerak.